Sen o'zing yakka konsert bergan bo'lganingda men hayotda bormasdim. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Men shu yaqinda 13-aprel kuni ustozimiz Sherali akam Jo'rayevni xotiralab farzandlari konsert berdi. O'shanga bir mazza qilib dam olaman deb bordim. O'sha konsertda qisqagina bir videocha qildik. O'sha qo'ygan videoyimiz shu bir kunda davomida bir rekka chiqib ketib qoldi. Shu bir kundan beri Shohjahon Jo'rayev bilan Bekzod degan bir administrator bor ekan. Tamom shu bosim o'tkazishyapti. Shohjahon, uka, sen menga audio zapisni jo'natding. Men mabodo sen o'zing yakka konsert bergan bo'lganingda men hayotda bormasdim. Men seni ashulangni eshitadigan ashulachi emasman. Men ustozimda ashulalarini xotirlab aytganing uchun bordim. Men ustozim uchun, ustoz men uchun buyuk inson. U bizda shogirdlarga O'zbekiston uchun berilgan ne'matdirlar. Shohjahon, men qara, seni admining Bekzodmidi o'sha yigit telefon qilib sizni litsenziyadan taqiqlab qo'yaman, to'yga ham yurgizmaydigan qilib tashlayman deyapti. Mana qara, agar sen o'zing o'ylab ko'r. Agar O'zbekistonda 5 million ashulachi san'atkor bo'lsa, o'shandan 4 million 800 tasi Sheragamda ashulasini aytadi. Men yoshim 60 ta. Men Sheragam duolarini olganman. Agar har bitta ashulachini oldiga borib zapret qo'yadigan bo'lsang, yana o'zing bilasizlar. Agar qo'lingdan kelsa, har bittasiga borib zapret qo'y uka. Aziz vatandoshlar, hozir menga Shohjahon jo'natgan audio zapisni qo'yaman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men Shohjahonman. Bolalar bilan gaplashgan ekansiz. Video qo'ygan ekansiz. Oxirgi videoyingizni o'chirib oling. U xuddi bizni ustimizdan bir masxara qilgandek yoki kulgandek bo'lib qolgan video bo'lib qolibdi. Biz shunaqa qabul qildik buni. O'chirib yuborsangiz menimcha yaxshi bo'ladi. Shunday bir-birimizni. Shu menga nisbatan gapirgan gaplari to'g'rimi? Her gün günah sensin, gel ol Elçin!